Astex Grid namoyish etadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men Mirzayev Dilshodbek Baxtiyorovich, AS klinikasining yetakchi shifokorlaridan biri bo'laman. Bugungi kunimizdagi aktual muammolardan biri bo'lgan yosh bolalarda ko'p uchrayotgan va katta yoshdagi insonlarda ham uchrayotgan quyosh urishi, dam urishi holatlari kuzatilmoqda. Ushbu holatlarda birinchi tez tibbiy yordamni berishni bugun ko'rib chiqamiz. Quyosh urishi va dam urishi ikki turga bo'linib, quyosh urishi bu to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining ochiq bosh qismiga zarba berishi bo'ladi. Dam urishi bu yopiq xonadagi issiq haroratda insonning uzoq vaqt o'tirishini hisobida dam urishi deyiladi. Ushbu holatlarda birinchi navbatda insonni sovuq xonaga olib kirib, uni kiyimlarini yengillatish kerak. Hushida bo'lsa sovuq suv berish kerak, tanasini sovuq haroratga olib kirish kerak. Agar bemorlarda yuqori tana harorati kuzatiladigan bo'lsa, inson o'z hushida bo'lmaydigan bo'lsa, sizlardan tez tibbiy yordamiga qo'ng'iroq qilib, zudlik chaqirishingizni so'rab qolamiz.